Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar, hurmatli baliqchilar. Mana yem berish jarayoni to'liq video holatini ham ko'rsatib ketaveraman mana. Yarim kilo unga xullas 3 mahalligida bir mahalligini aytadigan bo'lsam, yarim kilo unga ikkita tuxum bilan aralashtirib beriladi, suv holatiga qilinadi. Ko'rsatib beraverayin. Boyagi videoni qo'shmaganim sababi kommentariyada negativ fikr yozilishi mumkin, shuning uchun videoni qo'shib ketmadim. Oddiy video qilib beraman. Yem berish jarayoni. Mana shu holatdagi yem qilinib beriladi. Aytganimdek, yarim kilo unga ikkita tuxum aralashtirilib beriladi. O'zimizdan balig'imiz oziqlanishga tushib boshladi, yeyishga salqin bo'ldi. Baliq ovqatlanishga tushdi. Kimga kim baliq izlab yurganlar bo'lsa, inshaalloh telefon raqamlarini ham qoldirib ketamiz. Bizda Telegram kanalimiz bor. Telegramda Surxondaryo baliqchilar deb yozsalaringiz, Surxondaryo baliqchilar Telegram kanalida ham kunlik videolar, kunlik rasmlar tashlab borilyapti. YouTube'ga qo'yilmagan videolarimizni Telegram kanaliga ham qo'yib boraveramiz. O'tib obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Mana hozir shu yerda joyi bor. Ovqatlanayotgan joyini ko'rsatib beraman. Mana kuzatuvchilar. Ko'rinyapti desak ham bo'ladi. Mana. Shunday ovqatlanyapti baliqlar. Mazza qilib. Oziqlanyapti baliqlar. Hozir gapni qisqa qilib aytib ketaman. Xudo xohlasa balig'imizni sotish uchun olib kelganmiz. Kunlik YouTube kanalimizga, Telegram kanalimizga va Instagramlarimizga joylab boryapmiz biz videolarimizni. Qiziqqanlar o'tib tomosha qilsalaringiz, baliqchilikka qiziqib, baliqchilik sohasi bo'yicha qiynalayotganlarga mana shu videolarimizni tarqatib qo'ysalaringiz, o'zlaringiz hissalaringizni qo'shgan bo'lasizlar do'stlar. Mana shu holatdagi savoq balig'imizni o'tib tashlangan ko'rsatib o'tdim. Yem berish jarayoni. Ana do'stlar, ko'rinayotgan bo'lsa, kunlik video chiqarib boraveraman. Kunlik video chiqarib boraveraman. YouTube kanaliga, Instagram, Telegramga ham. Azza mana shu videoni iloji boricha laykini ko'proq qilsak, sizlar laykni bosib tursalaringiz, men mehnatdan charchamayman. Birinchi baliqchilik qilayotgan akalarimizga qiynalib, baliqchilikka ochdim, qanaqa qilaman deb yurgan akalarimizga mana shu videoni ulashib qo'yib, tarqatib qo'ysalaringiz, o'zlaringizni hissalaringizni qo'shib qo'ygan bo'lasizlar. Azizlar, bugungi videomizni chiroyli qilib yakun qilaman. Birinchi qism tayyor bo'ldi, ikkinchi qism ham tayyor bo'ldi desak ham ajoyib bo'ladi. Kommentariyada chiroyli fikrlar kutib qolaman. Negativ fikrlar bo'lmasin. Iloji boricha sizlarga video yoritib beraveraman.
Barchalaringizga sog'lik deymiz, salomatlik deymiz. Keyingi videolarida ko'rishguncha deb qo'yamiz. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosish esdan chiqmasin.